huzurli sabablarga ko'ra tanisha olmayapti. Sessiya o'z ishini boshlash vakolatiga ega. Xalq deputatlari Ishton tuman kengashining navbatdagi ikkinchi chaqiriq 24-sessiyasini ochish to'g'risidagi taklifni kiritaman. Xalq deputatlari Ishton tuman kengashining navbatdagi ikkinchi chaqiriq 24-sessiyasini ochilsin degan taklif qo'shilgan ma'qullasi bo'lgan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiqlash ishlariga qo'yilgan. Qarshida yo'q, yetarli yo'q, birovdan tasdiqlandi. Xalq deputatlari Ishton tuman kengashining navbatdagi ikkinchi chaqiriq 24-sessiyasini ochiq deb e'lon qilaman. Shuningdek, sessiya ishida xalq deputatlari, Samarqand viloyat kengashi deputatlari, xalq deputatlari, Ishton tuman kengashi deputatlari, Ishton tuman hokim o'rinbosarlari, tumandagi huquqni muhofaza qiluvchi organ rahbarlari, tuman partiya vakillari, tumandagi kutubxona va tashkilot rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etmoqda. Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 3-moddasiga asosan sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. 13-Rafiqa saylov okrugida xalq deputatlari Ishton tuman kengashining deputati Rasulov Jamshid G'ulomovich sessiya kotibiga saylab taklif qilgan. Boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa ushbu takliflarga qo'yaman. Tasdiqlab berishlaringizni so'rayman. Qarshida yo'q, yetarli yo'q, nomzod tasdiqlandi. Marhamat, Jamshid G'ulomovich, ishga kirishingiz mumkin. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, sessiya kuni va ish tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Ish tartibi quyidagilar bo'ladi. Ma'ruza uchun 10 daqiqa, savollar uchun 2 daqiqa, ma'lumot uchun 3 daqiqa. Kun tartibi bo'yicha Ishton tuman kengashi doimiy komissiyalari, partiya guruhlari fikri, mulohazalar va taklif berishlari hamda mumkin. Kun va ish tartibi qo'shimcha taklif bormi?
birinchi masala Shuhron tuman kriminalga vaziyatlar yaxshilash, jinoyat oldini olish, uning ommaviy bartaraf etish bo'yicha 2026 yil 2-chorak davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi masalani muhokama qilamiz. Ushbu masala bo'yicha Shuhron tuman prokurori, adliya kichik maslahatchisi Ishmurodov Akmal Hamdullayevga beriladi. Marhamat, Hamdullayevga. Assalomu alaykum, hurmatli zaminlar va hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari. Bugungi kunda muhtaram prezidentimiz rahbarligida mamlakatimizda barcha sohalarda ulkan islohotlar amalga oshirilmoqda. Mazkur islohotlarning samarasi barcha sohalarda qonun talablariga so'zsiz rioya etishga, jinoyatchilik kabi illatni oldini olishga bevosita bog'liqdir. Biroq o'tgan davrda kiber jinoyatlarning ortib borayotgani, jinoyatlarni aniqlash hamda o'z vaqtida va to'liq hisobga qo'yilishi ustidan qat'iy nazorat o'rnatilganiga jinoyatchilik sur'atiga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatdi. Xususan, 2026 yilning birinchi yarim yilligida tumanda 330 ta jinoyatlar hisobga olindi. Uning 24% yoki 80 tasi oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar. Shundan 136 tasi mahallada oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar tashkil etildi. Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida 2025 yilning mos davriga nisbatan oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar kamayib, tumandagi mahallalarning sodir etilmoqda. Aholini tashvishga soladigan va keng muhokamalarga sabab bo'ladigan o'g'irlik jinoyati 2025 yilning 6 oyiga nisbatan 30%, yo'l transport hodisasi 44 va o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisasi 25% kamayishga erishildi. Jinoyat sodir etgan shaxslar 23%, voyaga yetmaganlar 50, yoshlar jinoyati 42, mastlar jinoyati 100, muqaddam sudlanganlar jinoyati esa 100% pasaydi. Bundan tashqari, mahallalarda kriminogen vaziyatni yaxshilash maqsadida joriy yilning birinchi yarmida tumanda 15 ta namunaviy xavfsiz ko'cha va 7 ta namunaviy xavfsiz uy tashkil qilinib, mahallalar va boshqa aholi gavjum joylarga selektiv video kuzatuv, 11 ta TTZ, 22 ta yuz va avtoraqamni tanib oluvchi kameralar, 12 ta domofon komplekslari o'rnatildi. Tuman qurilish boshqarmasi va uning hududiy bo'limlari tomonidan jami 117 ta aholi xonadoni hamda 23 ta savdo va maishiy xizmat ko'rsatish obyektlari texnik o'rtog'iga olinib, ko'p qavatli uylarning kirish yo'laklari oldiga 6 ta tashvish tugmalari o'rnatildi. Natijada o'rnatilgan kameralar yordamida qidiruvda yurgan 53 nafar shaxs ushlandi. Jazodan bo'yin tovlab kelgan provokatsiya hisobidagi 128 nafar shaxslarga choralar ko'rildi. 44 ta transport vositalari ushlandi hamda 26 ta jinoyatlar fosh etildi. Tahlillarga ko'ra 2026 yilning 6 oyida tumanda oila turmush davrasida 7 ta jinoyat qayd etilib, ularning yaqin qarindoshlar tomonidan sodir etilgan. Tahlillar oila turmush davrasida sodir etilgan jinoyatlarga er-xotin o'rtasidagi rashk, aka-uka va yaqin qarindoshlar o'rtasidagi mulkiy nizolar sabab bo'layotganligi. Biroq bu turdagi jinoyatlarni oldini olish borasida profilaktik tadbirlar yetarli darajada emasligini ko'rsatdi. Shu bois kelgusida oiladagi sog'lom muhit, xavfsiz ko'cha va xavfsiz mahalla tayanchi tamoyili asosida oilalardagi muhitni sog'lomlashtirish, ijtimoiy profilaktika tizimini yanada yaxshilash borasida tegishli choralar ko'rish lozim. Tuman huquqni nozir qiluvchi organlar tomonidan hokimlik hamda boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda voyaga yetmagan yoshlar, ayollar va boshqa alohida toifalardagi shaxslar o'rtasida jinoyatchilikni oldini olish borasida olib borilgan ishlar natijasida 2026 yilning 6 oyida oldini olish mumkin bo'lgan jinoyat sodir qilgan muqaddam sudlanganlar soni 100%, yoshlar 50 va voyaga yetmaganlar 16% kamayishga erishdi. Shu bilan birga huquqbuzarliklarning profilaktikasiga mas'ullar tomonidan zimmalaridagi vazifalarni lozim darajada bajarmaganligi oqibatida jinoyatlarning ayrim turlari oshdi. Xususan, maktabgacha va maktab ta'limi tomonidan maktab o'quvchilari o'rtasida huquqbuzarliklarni
profilaktika tadbirlari yakunlanmoqda. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-3 yanvardagi 41-sonli qaroriga asosan hududlarda namunali xavfsiz ko'cha va namunali xavfsiz uy uylarni tashkil etilishga biriktirilgan mas'ullar mahalla raisi, tuman hokimliklari shaxsan javob biroq mahalla raislari tomonidan ushbu vazifalar ijrosiga ham mas'uliyatsizlik bilan boshqarilmoqda. Tuman prokuraturasi tomonidan davlat rahbarining sonli qaroriga asosan hududlarda kriminogen vaziyat hamda jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha kunlik so'rov va o'rganishlar olib borilmoqda. O'rganishlar natijasida jinoyatlarni oldini olishga xizmat yoki lavozim majburiyatlarini lozim darajada bajarmagan huquqbuzarliklar profilaktikasi mas'ullariga nisbatan qat'iy choralar ko'rilmoqda. Xususan joriy yilning o'tgan davrida mahalla hududida sodir etilgan oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar yuzasidan o'z xizmat vazifasini lozim darajada bajarmagan 54 nafar huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi va unda ishtirok etuvchi shaxslar intizomiy va ma'muriy javobgarlikka tortildi. Shuningdek, bitta holatda jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tuman prokuraturasi tomonidan jinoyatchilikni jilovlash, uning sabab va omillarini bartaraf etish borasida huquqni qiluvchi va boshqa mutasaddi idoralar hamda keng jamoatchilik bilan o'zaro hamkorlikda joriy yilning keyingi davrida ham zarur chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Savolga takliflar bormi? Prezidentimizde katı bir sonli, ikkinchi sonli qarori bo'yicha elsiz kameralar o'rnatilgandi. Shundan beri o'zim shunday mahallalar sifatida bizda oldimizda kamera qo'yilgan, mahalla oldiga bir necha bor usullashatgan yoki o'sha kameralar ajratilgan, kameralar ham integratsiya qilolmaganda qo'yganmiz ishlamayapti. Qachon endi integratsiya qilinib, qachon ishga tushadi? Faqat qo'yib masalasi bo'ladi. Kameralar hammasi integratsiya qilindi. Xavfsiz shaharda xodimlarga dalolatnoma tuzib, o'sha dalolatnoma menimchasida bunda qo'ygansiz. O'sha dalolatnoma asosan hujjatlar hammasini tizimga bu insonni aralashmaydigan ba'zi integratsiya qilingandan keyin hisobga qo'yildi. Bu yaqinda menimcha iyun oyining oxiri bilan 30-iyun sanasi integratsiya qilinishi ta'minlanadi. Bundan keyingi huquqbuzarliklar hammasi avtomatik ravishda integratsiyasi ta'minlanadi. Sizden burada transferada eğer olursa juda katta pul ajratilgan, shuni bajaramizga ma'lum. Ishlarni olib borilishi qanday tartibda ketyapti? Ko'pchiligi misol mustaqillik bayramiga topshiriladigan obyektlar bor yoki bundan keyingi suratlar. Bular bo'yicha agar imkon bo'lsa hatto deputat prokurorlik nazoratini o'rnatsangiz sifatli ertaga shu ijtimoiy obyekt kimgadir topshiriladimiz sifatli sifat ikkinchi navbatda o'sha o'z vaqtida topshirishini agar bo'lsa nazorat qilsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Va shu hududlarda borib kelgan rahmat sizga o'sha jarimaga tortildi deb o'tib faoliyat to'sqinlik qilgani uchun bu borada boshqalarni qanday quruvchilarni ogohlantirib misol hozir tumanda 8 ta mahalla og'ir mahalla bularda ko'pchiligidan ishlab o'z vaqtida boshlagan loyihalar kelyapti deyapti, nari quruvchilar yo'q. Buni ham qaysidir
sabablari borki, bu borada ham agar nima bo'lsa e'tiborga olib qo'ysangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu men taklifim. Rahmat. Mana shu tumanda qurilish shtatini rahbari hisoblanadi. Boz tumanimizga 108 ta obyektda 498 milliard 300 million so'm pul ajratilgan. Ushbu mablag'larni maqsadli sarflanishini shu guruh tuzilib doimiy ravishda nazorat qilib kelyapmiz. Har bitta obyektga tuman prokuraturasi, departament va boshqa xodimlardan iborat mas'ullar biriktirilgan hammasiga. Bundan tashqari 55 ta davlat dasturlari bo'yicha 55 ta obyektimiz bor. Buni ham nazorat kunlik amalga oshirilyapti. Har bitta obyektga davlat dasturlari bo'yicha amalga oshirilayotgan qurilish ishlari onlayn kuzatilyapti. Har bittasiga kameralar o'rnatilgan, shtatga integratsiya qilingan, kunlik bajarilayotgan ishlarni xodimlar ko'rib boryapti. Bundan tashqari siz aytayotganingizda qachon topshiriladi? Birinchi navbatda maktabgacha ta'lim, maktab bilan bog'liq obyektlarimiz 1-sentyabrga tugatish reja qilganmiz, lekin bundan oldinroq o'zimizga reja qilganmiz. Iyulga, avgustga, sentyabrga topshirilgan hammasini bajarishni nazorat qilyapmiz. Deputatlarga ham katta rahmat. O'sha qurilish obyektlarida yonimizda jamoatchilik nazoratini amalga oshiryapsizlar. Bundan keyin ham hamkorlikda nazoratni ta'minlab beramiz. Hurmatli rais o'qituvchi, agar nima bo'lsa kelgusi prokurorimizni kelgusi hisobotida mana shu qurilish sohasi bo'yicha ham bir nima qilib to'liq qaysilari nima qilindi, qaysilari nima qilinmadi yoki qaysiga qandaydir chora ko'rildimi, o'sha vaqtida yetkazilmagani uchun bu borada nima bo'lsa hisobot bersangiz o'sha maqsadga muvofiq bo'lardi. O'sha qurilish tashkilotlarini o'sha mana shuga taklif qilsak, o'sha vaqtda hamma birdan bu taklif. Jazo choralari qo'llab kelyapmiz. Bundan keyin hisobotda to'liq faoliyatini o'rganib, tumandagi hamma qurilish obyektlarini batafsil ahvol beramiz. Tushunarli. Bugungi masalalar bo'yicha qaror qilishimiz kerak. Mazkur masala doimiy komissiya yig'ilishida hamda tegishli mas'ul ishtirokida muhokama qilingan. Shu masala bo'yicha doimiy komissiyaning xulosasini nazorat qilish uchun so'z Umir va Manzura o'rinbosar beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar va siyosatchilar. Hozirgi hisobot eshitib va savol javoblarga eshitib shunday ko'rsatilganki, belgilangan tartib bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 3-yanvardagi birinchi son, 2026 yil 5-yanvardagi o'tkazilgan ikkinchi son hamda 2025 yil 8-martdagi o'tkazilgan 110 son qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida Qandahor yurtlar ishxonasi kengashining 2026 yil 15-aprelda 27/90/26 son qarori bilan tasdiqlangan ish rejasiga muvofiq Ishxon tumanidagi kriminoggen vaziyatni yaxshilash, jinoyatlarni barvaqt oldini olish, ularning yong'inlarini bartaraf etish bo'yicha 2026 yilning 2-chorak davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida Ishxon tuman prokurori Ishmorovning hisoboti joriy yilning 11-iyul kuni xalq deputati Ishxon tuman kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish hamda xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi batafsil ko'rib chiqildi savol javoblar bilan doimiy komissiya majlisida Ishxon tuman prokurori Ishmorovning hisobotini haqida qoldi. Sizlardan ushbu masalani to'liq olishni so'rayman. Mazkur masala bo'yicha qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Bildirilgan fikr va mulohazalar hamda takliflarga qo'shilgan holda qaror loyihasini tasdiqlasak ma'qulmi? Ma'qullansin degan taklifga qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'rayman. Qarshilar yo'q, e'tiroz yo'q, qaror qabul qilindi. Kun tartibidagi keyingi masalamiz Ishxon tumanidagi iqtidorlikni oldini olish va ularni profilaktikasi holatlari orasidagi 2026 yil chorak davomida amalga oshirilgan ishlar va erishilgan natijalar to'g'risidagi masalani muhokama qilamiz. Shu masala bo'yicha so'z Ishxon tuman ichki ishlar bo'lim boshlig'i Polkovnik Rustamov Mirzo Yevgenovga beriladi. Marhamat,
sessiyalar atrof qiluvchi organlardan hamkorlikda tezkor qidiruv tadbirlari o'tkazilib, jami 88% jinoyatlar fosh etilishiga erishildi. Tumanda mavjud 15 ta mahallaning 3tasi qizil, 9tasi sariq, 40tasi yashil toifaga kiritilgan. Qizil toifadagi mahalla xalqaro ro'yxatda va juda maqbul mahallalar hisoblanadi. Mazkur mahallaning 3tasida 8 ta oldin olish mumkin bo'lgan jinoyatlar sodir etilgan. Ashirasi 2025 yil yakunida prezidentimizning ikkinchi sonli qarorlari bo'yicha og'ir toifaga kiritilgan 5 ta mahallaning ikkitasiga jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yildi. Bu G'afurullo mahallasida velosiped o'g'irligi va O'zbekiston mahallasida xonadon o'g'irligi hisoblanadi. Ushbu mahallalarda jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish va sariq va qizil toifadan chiqarish maqsadida yo'l xaritalar ishlab chiqilib, ijrosi ustidan alohida nazorat o'rnatildi. Hurmatli deputatlar, yana bir muhim masala to'xtalmoqchiman, bu ijtimoiy profilaktika yo'nalishi. Ishg'ol tumani 6 oy davomida mahalla yetkazishga berilgan 5904 ta xulosalarda 273 tasi yoki 46% mahalla yetkazilgan qarorga qo'shma xulosalar bajarildi. Bu degani bugungi kunga qadar 273 ta fuqarolarimizda muammosi hal etilmadi. Eng katta salmog'i bu Qoraqishloq mahallasida 101 tada 28 tasi, Xumo mahallasida 123 tada 9 tasi, Shayxson mahallasida 38 tada 4 tasi, Soqkor mahallasida 49 tada 7 tasi, Minglar mahallasida 104 tada 12 tasi, Chinotepa mahallasida 56 tada 30 tasiga qo'shma xulosalar qilinadi. Qo'shma xulosalarni dolzarbligi va yana bir misol joriy yilning 22 mart kuni soat 9da Ishg'ol tumani Boylatma mahallasida Aliqulov Ilhomjon Voliyevich o'z yashash uyida qo'shnisi Berdiyev Sojibek Mavlonovich Mas'udovich ismli mazkur holatda Aliqulov xo'jalik ketmoni bilan qo'shnisi Berdiyev tanasini yuz va boshqa qismlariga ko'plab zarbalar berib, uni qasddan o'ldirgan 97-moddasi bilan jinoyatchi qo'zg'atilgan. Ijtimoiy profilaktika xodimiga xulosa berilgan, lekin uni ijrosi ta'minlanmaganligi sababli mana shu ham mudhish hokimlik jinoyat sodir etildi. Hududiy prokuratura organlari tomonidan ijtimoiy xodimga nisbatan o'sha jinoyatchi qo'zg'atildi. Yuqorida ko'rishimiz mumkinki, ijtimoiy profilaktika yo'nalishlari ayrim mahalla yetkazilgan tomonidan qilishi lozim bo'lgan ishlar o'z holiga tashlab qo'yilgan. Ijtimoiy profilaktika yo'nalishi ishlarini tashkil etmagan va qo'shma xulosalar qilmagan mahalla yetkazilgan har biriga bizlar o'sha tumanli yetkazilgan rahbarlariga tabriklar. Shu o'rinda yana muammolar masalalar alohida aytib o'tish joiz deb bilaman. Barchamizga ma'lumki, bugungi kunda hafta yurtimizda va butun dunyoda axborot texnologiyalari jadal rivojlanmoqda. Bu esa ijobiy yutuqlarga erishishdan bir qatorda yangi jinoyat turlari keltirib chiqarishiga sabab bo'ldi. Aynan zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanib, masofadan turib internet orqali turli jinoyatlar sodir etilayotgani hech birimizga sir emas. So'nggi yillarda bu kabi jinoyatlar soni keskin oshib bormoqda. Eng tashvishli 6 oyda Ishg'ol tumanining o'ziga 138 ta jinoyatchi qo'zg'atildi. Hurmatli deputatlar, ruxsat bersangiz, mana shu yo'nalishlarda jinoyatlarni oldini olish bo'yicha bir taklifim bor. Juda qo'llab-quvvatlasangiz, hammaga bilgan ishlar bilan birga mana shunday yechim topamiz deb o'ylayman. Agar ruxsat bersangiz, jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha mana shu iyun oyini 20 kuni dolzarb 20 kunlik tadbirni e'lon qilsak, o'sha tadbir davomida mahalla, har bir ko'cha, aholi xonadonlar, tartib tadbirlarni o'tkazib, tumanda har bir korxona va tashkilot samsayiga o'ziki bor velosiped guruhlarini ulash bo'yicha har oy yakuni bo'yicha hisobotini ta'min etsin. Mana bir yaxshi amaliyot tibbiyot birlashmasi menga ko'rsatib berdi. Bo'limlar kesimida yuklamasini qo'ygan, qaysi bo'lim nechta uladi deb hisob kitobni yuritdi. Juda katta shunaqa butun tumanimizni qamrab olishga agar qo'llab-quvvatlasangiz, mana shu har bir tashkilotga o'zini hisobotini berib, kimlar jinoyat bo'yicha eng ko'p jabrlanayotgani davlat tashkilotlari ishchilar. Qani shaxsan o'sha rahbar, misol mahalla uyushma nima ish qilyapti, kimlar jinoyatlarni oldini olish bo'yicha ularga hisobotini ishlar hammamiz birgalikda o'tkazishdak maqsadga muvofiq bo'ladi. Bundan tashqari mana xabarlaringiz bor, oila turmush doirasidagi jinoyatlarimiz keskin oshib ketgan. 6 oy davomida janjal bo'yicha bizga 408 ta murojaat keldi. Oilaviy janjal, er-xotin, qaynona-kelin masalasi bo'yicha. Shunda bizlar bir taklifimiz bo'lardi. Mana qo'riqlash punktimiz bor.
nazarida mana shu mahalliy hokimiyat hisobidan bir oyda 77 ming so'm. Yarimida o'sha shu hokimiyat prezidentimizning birinchi sonli qaroriga asos qilib o'sha yil yakuniga qadar shu 108 ta xonadonlarni bersa, shu 108 ta xonadon knopkani bosishi bilan 3 minut 3 daqiqada qo'riqlash xodimlari yetib boradi va jinoyatlarni oldini olishga bir katta ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari mana o'g'irlik jinoyati salmog'i yuqori, o'sha 85% ga oshib ketgan. O'sha prezidentimizning birinchi sonli qarori xavfsiz yo'lak va xavfsiz ko'cha qamoqlari asosida tuman mahalla fuqarolarga kirish chiqish joylari, namoz joylari, mahallalarda jinoyatchilikni oldini olish uchun tuman hokimiyati tomonidan kameralar o'rnatish va mahalla yetkiligi tomonidan targ'ibot tashviqot ishlarini kuchaytirish. Rahmat xabari bor, ikkinchi chorak yakuni bo'yicha 208 ta shahar tumani, Ishtixon tumani belgilangan talabni bajara olmadi. Sababi pul kech chiqdi, o'z vaqtiga integratsiya qilolmadik. Mana bu deputatimiz aytgandek, kamera bor, lekin integratsiya qilinmadi. Mana shu 3-chorak, 4-chorak yakuni mana shu sessiya hisobotiga kiritsakda, buni tezroq bizlar nimasi belgilab bersak, qayerga o'rgatamiz. Mana shuni ham bir o'rgatish chorasini hozirdan boshlasak, haliga 3-chorakga kelib qoladi, keyin shoshilib qolamiz. Yana bitta muhim masala o'sha qizil toifadagi 5 ta mahallamiz bor. Bundan tashqari 3 ta sariq toifadagi mahallalarimiz bor. Agar ruxsat bersalar, har chorak yakuni bilan sariq va qizil toifaga tushgan mahalla yetkiligiga biz deputatlarimiz oldiga hisobotini bersin. Yettilik o'sha qizil toifaga tushgan, sariq toifaga tushgan mahalla yetkiligi nima sababdan qizilga tushdi mahalla? Nima sababdan sariqga tushdi? O'sha qizildan chiqarish bo'yicha nima ish qilmoqchi ular? Sariqdan chiqarish bo'yicha nima ish qilmoqchi? Kim aybdor? Profilaktika inspektorimi, mahalla raisimi, xodimlarni juda bundan tashqari mana jamoat joyida bizlarda o'tgan yilga nisbatan jinoyatlarimiz 100% oshgan. Ikkitadan o'rtaga o'zgalarning mulkini o'g'irlash 200%, bezorilik jinoyatlari 600%. Tumanda tartibot xizmati 2 nafar xodim. 200 ga yaqin aholimiz bor. Boshqalar, ayollar, qanaqa Bo'sharoq tumanlarida aholisi ishga sirg'ib, bizlarga kelib, tumanimizga bozor qiladi, metan bozoriga. Boshqa tumanda ko'p aholi keladi. Jamoat joyidagi sodirligi, jinoyatlarni, ayniqsa bezorilik jinoyatlarini oldini olish bo'yicha mahalliy hokimiyat hisobidan qo'shimcha 2 ta patrul post xizmati xodimlarini jalb qilsak, bittasi bilan 2 ta patrul post xodimlarimiz tartibot maskanida xizmat faoliyatini olib borsa, ikkitasini bir metanga jalb qilsak, juda katta xizmat bo'ladi. Bundan tashqari 112 tizimga kelib tushayotgan xabar va arizalarni kamaytirish va fuqarolarni tekshiruvni ta'minlash uchun fuqarolarning murojaatlarini xonadon o'rganib, joyida barham etish choralarini mahalla yetkiligidan amalga oshirish bo'yicha takliflar kiritiladi. Mana xabarlarim bor. Respublika miqyosida Ishtixon tumanining Ishtixon mahallasida o'tkazilgan tozalash tadbirlari bu hamma joyda qo'llab-quvvatlandi. Prezident administratsiyaga hisobot berildi. Bu masalada mana tozalash tartibi qanday? Bizlar bo'lyapti, butun o'sha jinoyatchilikka mas'ul bo'lgan qanday tashkilotlar bilanlarga xonadon va xonadon muammolarini o'rganyapmizda, ishga hokimimiz boshchiligida qanday o'tadi? Hokimga masalani qo'yapmiz. Mana shu imzolashayotgan oilaning muammosi mana shu. Hokim jinoyatchilarga muddat beryaptilar. Masalalar yechildi. Shu nuqtai nazardan bizlar 9 ta mahallani to'liq tozalash tadbirini o'tkazdik. Lekin imkoniyat vaqt hisoblari shu mahalla yetkiligi a'zolari ham hududlarda sayyor qabul o'tkazdi. Hududlarda mana shunaqa muammolarni o'rganib, yetkillik o'zi hal qilayotgan masala o'zi hal qilsa, lekin hal bo'layotgan masala bo'yicha Samarqand viloyatida sinov darajasida sektor faoliyat tiklandi. Sektor rahbarlariga muammosini chiqarib bersa, bizlarga yordam bersin. Chunki aholi ko'p, hududlarda har bir muammoni chekishga qancha vaqt ketadi. Lekin mahalla raisi biladi, qaysi holatda nima muammosi bor, qanday qilib buni yechsa. Shuni yechganimiz bilan bir aholini bir rozi qilsak, shunda ham jinoyatchilikni kamaytirishga erishamiz. Hisobotim tugadi, agar savollar bo'lsa rahmat. Savol takliflar bormi? Marhamat. Assalomu alaykum sessiya ishtirokchilari. 14-Bahrin saylov okrugi deputati Nurmuhammedov Ulug'bekman.
Yigit Erkinovich, sizga bitta muammoli masalani ko'tarmoqchiman. Qoraqo'yli hamda Ishtixon mahallasi fuqarolarini yillar davomida qiynab kelayotgan bitta masalamiz borda. Bu Ishtixon dehqon bozorining orqa tarafida yo'l bor, mahallaga kirib keladigan. Fuqarolar doimiy murojaat qiladi. Biz o'sha erkin harakatlanishga qiynalyapmiz. Sizlar ham o'tgansizlar, trotuarda o'sha savdo rastalari o'rnatilgan. Ba'zi kunlar hattoki yo'lning qatnov qismiga avtomashinalar qo'yib ham savdo qilinadi. O'sha masalada o'sha fuqarolarning erkin harakatlanishini yo'lga qo'yib berishingizni, o'sha yerda tashkil etilgan o'sha endi buni ko'cha bozori deymizmi endi, o'sha bozorni tugatib endi to'g'ri uni birdan qilayotgan masala emas. Masalan, ularga ham tegishli savdo qilayotgan joyini bir tashkil qilib, o'sha ko'chada fuqarolarning erkin harakatlanishini tashkillashtirib bersangiz. Bu fuqarolar tomonidan doimiy ko'tarilayotgan masaladir bu masalamiz. To'g'ri, kecha o'sha sizning mahallangizni sayyor qabul o'tkazdi, ayrim fuqarolar tomonidan shunga murojaat kelib tushdi. O'sha tartibga keltirish, tosh qo'yish bo'yicha e'tiroz qildi. Shu masala bo'yicha yo'l harakati xavfsizligi xodimi chora ko'raman desa, qo'ygan transport vositalariga yo'l belgisi yo'q deb e'tiroz qildi. Ularni gapi asos bo'lib chiqdi. Keyin hokimimizga ta'minot kiritdik. Hokim qarorlari bilan agar e'tibor bergan bo'lsangiz, yo'l belgisi o'sha to'xtab turish haqida yo'l belgisini o'rnatdik. Mana sektor faoliyati tiklangandan keyin bizda 20 ta ishchi guruh a'zolari bor. Ichida soliq inspeksiya xodimi bor. Soliq inspeksiya xodimini ichki ishlar xodimidan bilan reyd qilib, o'sha ko'cha savdosi bo'yicha chora ko'ryapmiz. Sizlar aytgandek, buni bir kunlab qolmaymiz. Bosqichma-bosqichma xabar to'g'rilib kichkina, shuning uchun ko'chaga chiqyapmiz. Juda qiynalamiz. Asosiy bozorning oldidagi, lekin tartib bilan nima boyadan aytganim patrul post xizmatini yana qo'shimcha ikkita naryozni olsak, endi hozircha bizlarning nimamiz imkoniyatimiz shu kuch. Endi ko'proq bo'lsa ham jismoniy kuch emas, lekin kuch ishlatib shu odamlarga soliq inspeksiyasi bilan birga reyd qilib, chorasini ko'rib, bu masala bo'yicha nazoratga olgan bilan tartibga keltiramiz. Ozgina vaqt. Rahmat. Shuni Assalomu alaykum, Belediyevich. Men 19-yil saylov deputat Abdug'ani Samon Nizomovich bo'laman. Shu bilan birga hujjat masalalari va tadbirkorlik ish bo'yicha doimiy komissiya raisiman va taklifingizni qo'llab-quvvatlayman. Aytdingiz, 100 nechtadir xonadonda o'sha chaqiruv shart tugmasini bosib chaqirib, agar sizni biz buni tartibi borda, hujjatdan ortilgan prishinadan ajratilish puli tartibi. Siz ijro hokimiyatiga talabnoma kiritsangiz, ular to'g'ridan-to'g'ri hokimimizga ruxsat qo'ydirib bizga beradi. Biz doimiy komissiyada ko'rib, doimiy komissiya a'zolari bilan birga uni qo'llab-quvvatlaymiz. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, bitta bor, taklifim bor. Ya'ni sizga o'tgan sessiyada murojaat qilgandim, ikkinchi uyimga oldiga ko'chma svetofor qo'yish. Uning uchun xalq nomidan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Endi shu bilan birga 41-maktabim bor. Xodimim juda yaxshi biladi. Yaqinda ham ona choyga to'tib oldi, onasini urib ketgandi. Yaqinda 4-sinfning qizchasini yana o'sha peshobodda urib ketdi-da, xabarlaringiz bo'lsa kerak. O'sha yerga ham bitta ko'chma svetofor. Chunki u yerda bolalar va o'smirlar sport maktabi, 41-maktab, 9-davlatgacha davlat maktabgacha ta'lim muassasasi, 13-davlat maktabgacha ta'lim muassasasi juda katta haligi bor, o'tadigan joy bor. Ikki taraf to'la. O'sha yerga bitta ko'chma svetofor qo'ysa, juda maqsadga muvofiq bo'lar. Sababi haqiqatdan ham mashinalarning yo'l juda ravon, tekis qilindi, juda tez kelyapti. Mana yaqinda ham kecha ham shida razvorotda Murovoyda kelib urib ketyapti. Bordi xodimlari ko'ryapmiz. Hammasi tezlikdan yoki bo'lmasa qanaqadir yo'l belgisini radar qo'yib berish kerak, tezlikni kamaytirishimiz kerak. Eng juda ham qo'rqyapti. Ota-onalar eng asosiy e'tirozi, taklifi mana shu bo'lar, shunga bir yordam qilsin. Uning uchun minnatdormiz. Bunda oldiga qo'yib berdilaringiz, uning uchun deputat so'rovi ham chiqadi, bajardi ijrosi, rahmat. Mana shu masalaga ham bir yordam bersalaringiz. Shuni bu haqiqatan to'g'ri narsani ko'taryapsiz va o'sha maktabga borganimda ham shu masala ko'tarilgan edi. Endi parametrlar bor. Har qancha masofada yo'l belgisi, qancha masofada svetofordan borib ko'rgansiz. Yo'l nazoratini xodimlar chaqirishadi. Agar talabga javob berayotgan bo'lsa agar o'sha mahalliy hokimiyat mablag'da svetofor katta mablag' turadi yoki o'zimiz boshqalarsiz albatta shuni chorasini ko'rishimiz. Lekin hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya a'zolari, bizlar o'zimizdan boshlab o'sha yo'l harakati
o'zi ota-onasi yoshi katta, 10 metr narida pishqotib ketib, shu bolasini bitta bolasini qo'lib qatnov qismini ko'rlamaydi deyapti. O'sha 50 metr narida svetofor bor. Yo'q, svetoforga 50 metrga erinadi, o'sha qatnov qismini bevosita o'tadi. Lekin sizni masalangizni ko'rib chiqib, yozib olib, asoslantirgan javob beradi. Agar qilish maqsadga muvofiq bo'lsa, qonuniy talabga to'g'ri kelsa, albatta. Agar bo'lmasa boyagimda balandroq qilib mashina o'tiradigan med kollej yo'lda qilgansizlar-ku. O'shana qildik. Hozir boshqa nima chiqdi, maktabdan chiqqan nimadir. O'zlari loyiha kirgizadi. Mana bu yo'l oldi, maktab oldi, keyin oxirgi loyihada maktab oldi, o'zlari qancha bo'lsa oladi. Shuni ovoz beradi, bo'laveradi. O'zlar milliy maktabni loyihasi ketadi. U bo'yicha shug'ullanadi. Agar maktabda Mana xalq ta'limi ham o'tiribdi, masalan, keyinchalik, chunki maktab bolalari hammamizni farzandlarimiz, kimlardir nevaralari, kimlardir farzandlardir. Maqsadimiz bitta shu bolalar uchun-da, xavfsizlikni ta'minlash. Shu maktabdagi shu yangi maktabdagi xavfsizlik davlat o'zi birdaniga bo'lmasa siz o'sha yo'l ustidagi hamma maktablarga berib, qaysi biri o'xshasa aytamiz, taklif beramiz. Endi loyihani ular o'zlari belgilaydi. Rahmat. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum, aziz sessiya ishtirokchilari. Men 11-chi saylov okrugi deputati Soliyeva Vasilaman. Hurmatli ma'ruzachi, sizni mana shu dastlabki ma'ruzalaringizdan boshlab mana shu tumanda jinoyatchilik oldini olish bo'yicha berayotgan takliflaringiz, jon kuydirib mana shunga harakat qilayotganliklaringiz, birinchi ma'ruzalaringizda o'z bizni nafaqat meni balki boshqa hammani anasini qaqshatganda bir hurmatimizni oshirgan. Bugungi siz tomoningizdan bo'layotgan ishlar juda ham xursand qilarli darajada davom etyapti. Albatta bu qisqa muddat ichida bunchalik natijaga erishish o'z bo'lmaydi. Mana shuncha ayrim jinoyatlarda kamayish bilan birgalikda ko'payotgan jinoyatlar ichidagi meni qiziqtiradigan narsa bu, har safar e'tibor qilaman, oldin olish bu mumkin bo'lgan jinoyatlar. Oldin olish mumkin bo'lsa-yu, nima uchun bizlar hammamiz bunga befarq qarab o'tiryapmiz degan narsa meni qiynaydi. Hattoki yuqoridagi ma'ruzachimiz aytdiki, mana shu Qizil toifadagi 5 ta mahallaga rahbarlar berkitilib, undan keyin ham 2 ta jinoyat oshganligi haqida aytyapti. Bu qanday rahbarlar berkitilgani yo'lga, o'shandan keyin ham bu jinoyat oshishi yoki o'sha men o'sha yana qandaydir ko'pincha bir bunday isboti bilan yechimi, samarasi bor takliflar berasizda o'z ma'ruzalaringizda. Shunda men yana biz tomonidan nima qilishimiz mumkin bo'lgan, bizlar ham befarq bo'lmay nima yordam berishimiz mumkin degan taklifingizni so'ramoqchi edim. O'z ma'ruzangizda taklifni hammasini aytib o'tib ketdingiz deyarli. Men shulardan kelib chiqib o'sha tozalash tadbirini aynan Humo mahallasida ham jinoyatchilik oshganligi sababli o'shani tezroq o'sha mahallaga qo'yishingizni va biz imkon darajasida o'zim o'sha mahallani deputati sifatida va kerak bo'lsa boshqa deputatlardan ham ustozlardan yordam so'ragan holda o'shanda faol ishtirok etishdi, qo'limizdan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. O'sha tozalash tadbirini tezroq o'sha mahallaga qo'yishingizni iltimos qilaman, chunki u yerda o'zi aholi turmush sharoiti kundan kunga yaxshi bo'lib ketdi. Islom taraqqiyot bankidan ko'chalar obod bo'ldi, qancha maktab, qancha mehnat endi davlatimiz tomonidan shuncha e'tibor berilyapti. Endi ularni jinoyatchilik oshishiga befarq qarab turishi albatta bu achinarli hol. Hamda o'sha yuqoridagi taklifingiz bu menimcha mahalla kengashi rahbariyatiga ham yaqindan yordam beradi. O'sha mahalla kengachiligini haqiqatdan ularni anasini eshitish kerak degan taklifingizni qo'llab-quvvatlayman. Bu juda ham kerakli, samarali yechim topadi buni natijasida. O'zi men nima qildim, o'zi nimaga haligi bo'ldim degan o'zini o'zi tahlil qilishga chaqiradi deb o'ylayman. Rahmat, savolingiz uchun rahmat. Bu mahallasida albatta tozalash bilan shu hafta oxirigacha albatta o'tkazamiz. Sizni taklif etamiz, ko'rasiz. Joyda qo'shimcha takliflar bo'lsa, uni hisobga olamiz. Endi boya o'sha ikkita mahallada rahbar biriktirilgan deganda uyat bo'lsa ham O'zbekiston mahallasida o'zim biriktirilganman. O'zbekiston mahallasida bitta o'g'irlik jinoyati sodir etildi. Obshin bor, umumiy tasarrufdagi hovli. Shunda bir ayol kishi endi u yer ochiq, obshin bor, bilasizlar. Hamma bir eshikdan kiradi, alohida bor. Xonalar ochiq bo'lgan, yo'q qo'shilsa
shu zahoti jinoyatchi qo'zg'atiladi. Lekin ular yarashuv tushgan, ularga nisbatan rozi yo'q. Sudni o'sha qaror chiqib yarashuvga tushsa, bu Qizil mahalladan chiqib ketadi. Ikkinchi mahalla G'afur mahallasida birinchi o'rinbosar Mustafa Qo'ymas direktoriga G'afur mahallasida ko'chada velosipedlar qator qilib sotuvga qo'yilgan. Shu yerda bir fuqarosi spirtli ichimlik ta'sirida mast holatda o'tib ketyapti. Shunday olib haydab ketyapti. Bu yoqda shunday bizga tushyapti. Bizga tushgandan keyin kameralar bor. Ko'rib aniqlaymiz. Shu yerda yosh katta mastli holatda shu jinoyat sodir etdi. O'sha do'kon egasi ham kerak emas velosipedlar bor, qilmayman deydi. Lekin ilojimiz yo'q. Bizlar jinoyatchi qo'zg'atdik. Tergovni o'z ustiga oshamiz. Agar ular yarashgan qabrda jinoyatchilik mana shu bitta jinoyat bilan mahalla salbiga tushib qolyapti. Hozir parametrlar shunaqa, lekin ikkalasi ham oldin olish mumkin bo'lgan ishga kiradi. Bu bo'yicha xizmat tekshiruv o'tkazildi. Bizlarga nisbatan tegishli iqtisodiy choralar ko'rildi. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya qatnashchilari. 22-chi saylov okrugi deputat Rahimova Shahodat O'rinli bo'laman. Mana yuqorida jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha juda ko'p takliflar, nimalar sizlar tushuntirib o'tdingiz. Shu borada mana video kuzatuv kameralarini o'rnatish bo'yicha bizning mahallamiz to'g'risi shu tumanda eng katta mahallalardan hisoblanadi. 3 ta asosiy mahallaga kiruvchi asosiy yo'llar bor. Tumanlarga o'tib ketuvchi bitta asosiy yo'limiz ham bor. Mana shu video kuzatuv kamerasi qo'yilgan, lekin hozir ish faoliyati yo'q. Men shu bugun ertalab yaqinda profilaktika nimamiz almashdi. Hozir shu kishi bilan uchrashib suhbat olib kelganimda mahallamiz juda katta, kuzatuv kamerasiga biz muhtojmiz degan taklifni, talabni aytdi. Iltimos shunga yordam bersangiz. Bitta bor, u ham ish faoliyatida emas. Mana shu asosiy yo'llarga 3 tarafdan kirib kelayotgan yo'l bor, asosiy yo'llar. Shunga biz kuzatuv kamerasi qo'yishga talab ham taklif bor. Yordam bersangiz yaxshi bo'ladi, o'rganishni. Tushundim, savolingiz uchun, taklifingiz uchun rahmat. Mana hali 3-4 chorak bo'yicha kamera o'rnatish rejalarimiz bor. Prezidentimiz so'roq qarori davlat tomonidan qo'yilgan, mahalliy byudjet tomonidan qo'yilgan kameralar joyiga borib chiqib ko'rganlar buni o'rnatish chorasini ko'ramiz. Albatta, men yashimayman, profilaktika inspektorlariga aytaman. Qayerda senga xavf bo'lsa, o'sha joydan bizlar lokatsiyasini tashlab ber, bizlar o'rnatamiz. Lekin men bu ham arzon deyapman. Davlatni imkoniyati chegaralangan hozircha. Shuning uchun mana mahallada juda katta mahalla bo'lsa, har bir mahallada eng kamida 10 ta o'ziga to'q sharoiti bor fuqarolarimiz bor. Shularni mana mahallani iltimos qilib, shu mahallamizni tinchligi, mahallamiz xavfsizligi uchun 400 ming, 500 ming so'm pul turadi. Shuni to'plab bering, o'sha miyasini, xotirasini o'zingizni foydangizga saqlaydi. Mana shu kamerani ko'rgan jinoyatchi ham, o'g'ri ham kamerani ko'rganidan keyin bir seskanadi. Uni 3 ta kameradan biz natija qilolmaymiz. Biz 100 lab kamera qo'ysak, bizlarga natija beradi. Lekin men o'sha prezidentimizning birinchi sonli qarorida o'sha 3-chorak bo'yicha albatta qo'ygan mahallasiga borib o'rganib taklif berdim. Lekin men nima demoqchi? Ko'proq aholiga jalb hammamiz birgalikda qilsak, bu narsa natija bo'ladi. Mana Mirzo Ulug'bek Toshkent, Tahlil Mirzo Ulug'bek mahallasi, bizlar obod, har joy kamera ishlaydi. Juda ko'p aholi o'zi tashabbus qiladi. Bering, tadbir yaxshi tadbir bor. Men mana shu ko'chada to'liq kamera ishlaydi. 10 million pul ketgan, 20 million pul ketgan. Lekin butun mahallaga bir foydasi tegadi. Men ba'zi aytaman, bizlarda shunaqa holatlar bor. Ko'p kameralar qiladi. Shu mashinalar qo'yadi, mayli, bu yaxshi. Men deyman, shuni puliga shu bitta mahallani butun raqamlashtirsak, yillar davomida xizmat qiladi. Mashina qo'ymasa, ko'p kamera bitta narsa. Mana shuni ko'proq aholimizni huquqiy muammolar, huquqiy madaniyatni mana shu yo'nalishlarga albatta yordam beradi. Men sizni mahallangiz bo'yicha shug'ullanaman. O'sha yerda o'rnatilgan kameradan keyin men sizni chaqiraman, yana joyga qo'yasiz. Nosoz kameralar bo'yicha bu texnika. Bu texnika shunaqa svet o'chib yonsa, yo svet baland bo'lib ketsa, ichidagi mayda bir narsa nima bo'ladi? Kuyib qoladi. Shundan bizlar juda ko'p aziyat chekyapmiz. Qanday bizlarni mana hozir sizlar qo'llab-quvvatlasizlarga bitta davlat bo'yicha korxonasi ochsa, shu 4 ta xodim
doimiy mana shuni ishlashini nazorat qilish. Svet, suv tegadi, o'chadi. Mutaxassis ko'p tuman. Yashirmayman, bizlar xodimlarimiz o'zi odamni topib, o'zi oborib ta'minlaydi. Qani tumanlarda davlatda 300 ga yaqin hozir kameramiz bor. To'g'ridan-to'g'ri xalqqa integratsiya qilingan. Qani shunaqa bitta korxona bo'lsa, doimiy bizlarga ko'ra nosozlik bizlarga tashlaydi. Doimiy monitoring. Rahmat. Rahmat. Bor mı savol? Tushunarli. Hokimiyatga masalalar bo'yicha to'liq javob qilishimiz kerak. Mazkur masala doimiy komissiya yig'ilishida Davlat kengashining mas'ul ishtirokida muhokama qilingan. Ushbu masala bo'yicha doimiy komissiya xulosasini so'z Rahimov Mutallib amal qilishga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya ishtirokchilar. Belgilangan tartib bo'yicha O'zbekiston Respublikasi huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risidagi qonun, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-yanvardagi prokuratura son qarori, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi 2025-yil 17-aprelda qo'shma qaror ijrosini ta'minlash maqsadida hamda xalq huquqlari kengashining 2026-yil 15-apreldagi 2095 qarori bilan tasdiqlangan ish rejasiga muvofiq ushbu maishiy ishlar bo'limi tomonidan 2026-yil 2-oy davomida huquqlardan olma olish, jamoat xavfsizligini ta'minlash hamda jinoyatchilikka qarshi kurash borasida amalga oshirilgan ishlar va erishilgan natijalar to'g'risida ushbu maishiy ishlar bo'limi boshlig'i Rustamning hisoboti doimiy 11-yil kuni xalq huquqlari to'g'risida korrupsiyaga qarshi kurash va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi batafsil ko'rib chiqildi. Boshliq tomonidan ta'kidlar ham berildi. Hozir sessiya davomida ta'kidlar berildi. Doimiy komissiya majlisida ijtimoiy ishlar bo'limi boshlig'i Rustamning hisoboti qonunlarga topildi va mazkur masala sessiya kun taklif etildi. Sizlarga mana shu mazkur masalani ko'rsatishimiz Mazkur masala bo'yicha qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Bildirilgan fikr va mulohazalar hamda takliflarga qo'shilgan holda qaror loyihasini tasdiqlasak ma'qulmi? Ma'qul. Ma'qulansin degan taklif qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'raydi. Qarshilar? Yo'q. Betaraf? Yo'q. Qaror kun tartibidagi tuman saylov komissiyasi a'zolari tarkibiga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi masalani muhokama qilamiz. Ushbu masala bo'yicha so'z tuman saylov komissiyasi raisi Uzoqov Fahriddin Usmonovga beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya hurmatli
tuman shahar saylov komissiyasi to'g'risidagi nizom hamda O'zbekiston Respublikasining mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonuniy talablariga muvofiq Ishtixon tuman saylov komissiyasi tarkibiga o'zgartishlar kiritish masalasi joriy yilning 11-iyun kuni xalq deputatlari Ishtixon tuman kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasida batafsil ko'rib chiqildi. Doimiy komissiya majlisida Ishtixon tuman saylov komissiyasi raisi o'rinbosari Jamshid Umirovning axboroti eshitildi va ma'lumot uchun qabul qilindi. Mana shu doimiy komissiyada ko'rib chiqilgan bo'yicha qo'llab-quvvatlab berishlarini so'rayman, hurmatli deputatlar. Mazkur masala bo'yicha qonun va tafsilotlarga tarqatilgan bildirilgan fikr va mulohazalar hamda qo'shilgan ma'qullansin degan taklif qo'shilgan deputatlar to'rt ko'tarib ovoz berishlarini so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraf yo'q, qaror qilinadi. Bundan keyingi masalani Ishtixon tuman xavfsiz va ravon yo'l umumiy rasulni doirasidagi amalga oshirilayotgan ishlar hamda yo'l harakati xavfsizligi holati to'g'risidagi masala muhokama qilamiz. Ushbu masala bo'yicha so'z Ishtixon tuman ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi bo'lim boshlig'i Ibragimoviddin Abdulqadirovga doimiy komissiyada ham juda muhokama qiluvdik batafsil. 2026-yil o'tgan yilga nisbatan o'lim holatlari tan jarohatlari keskin kamaydi bizlarda. 7%, 28.6%da o'lim holatlari o'tgan yil bozor ishlarida transport 5 ta bo'lgan, bu yil 6 hisobotni umuman bermadi. savol taklif bormi? Takliflar berganmiz doimiy komissiyada shu muhokama shular qo'shimchalar. Muhokamaga masala bo'yicha qaror qilishimiz kerak. Mazkur masala doimiy komissiya ham tegishli masala ishtirokida muhokama qilingan. Shu masala bo'yicha doimiy komissiyani xulosasini bildirish uchun so'z Rahimov Mutallib Amirqulovga beriladi. Marhamat. Mutallib mazkur masala bo'yicha qonun loyihasi sizlarga tarqatilgan, bildirilgan fikr va mulohazalar hamda takliflarga qo'shilgan holda qonun loyihasini tasdiqlasak ma'qulmi? Ma'qullansin degan taklifga qo'shilganda qo'l ko'tarib tasdiqlashni so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraf yo'q, qaror qabul qilindi. Xalq deputatlari Ishtixon tuman kengashining 7-chaqiriq 24-sessiyasi tarkibiga kiritilgan barcha masalalar muhokamaga olindi. Sessiya yakuni bo'yicha so'z sessiya kotibi Rasulov Jamshid G'ulomovga beriladi. Marhamat, Jamshid G'ulomov. Assalomu alaykum, sessiya ishtirokchilari. Xalq deputatlari Ishtixon tuman kengashining 2026-yil 14-iyul kuni bo'lib o'tgan navbatdagi 24-sessiyasi belgilangan reglament asosida amaliyot tashkil etildi. Sessiyada xalq deputatlari Ishtixon tuman kengashining 24 nafar deputatidan 21 nafari ishtirok etib, 3 nafari uzr sababga ko'ra qatnasha olmadi. Sessiya tartibida jami 5 ta masala ko'rib kiritilib, barcha masalalar batafsil muhokama qilindi va tegishli qarorlar qabul qilindi. Sessiya davomida barcha masalalar yuzasidan fikr mulohazalar bildirildi. Sessiya
qarorlari bir ovozdan qabul qilindi. Shu bilan Adliya To'g'risida tuman kengashining 20 sessiyasi kun tartibiga barcha masala qo'yib muhokama qilindi. Sessiyaning achish haqidagi fikr va mulohazalar bormi? Yaxshi. Shu bilan Xalq deputatlari ishtirok bilan kengashining 7-chaqiriq 24-sessiyasida yopiq deb e'lon qilindi. Aksar bir jamshidsiz